Alaykum, mana Polabisar oroldamiz. Kimsasiz orolda kirish mumkin emas ekan mana. Shaharcha, butun bu shaharcha odamlar tashab ketgan 5 yulduzli mehmonxona. Hech kim yo'q. Mana. Hech kim yashamaydi. 5 yulduzli mehmonxonalar, shunaqa chiroyli joylar tashab ketgan. Shunaqa orollar, bu yoq okean. Assalomu alaykum rahmatullohi taolo barakatuh azizlar. Mana Malayziya orollaridan bittasi. Mana shu binolar hammasi 5 yulduzli mehmonxona bo'lgan bir paytlar. Mana hammasi. Hozir kimsasiz, mana shuni tashab ketgan. Faqat bu yerga kirish mumkin emas, otiladi deb yozib qo'yibdi. Qaranglar, anaqa. Hech kim yo'q. Kimsasiz orol. Ruxsat yo'q. Kirsalaring otamiz deb yozib qo'yibdi mana shu yerga, qaranglar. Ajoyibda. Ruxsat yo'q ekan. Ataylab shuni ko'rgani keluvdik, lekin harakat qilamiz mana yerdan kirishga. Otiladi deb yozib qo'yibdi, shunda ham tavakkal, nima bo'lsa bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrdonlarim. Har doimgidek go'zallik yashayapmiz. Bu kimsasiz oroldaman. Bu orolda tashab chiqib ketgan. Hech kim yashamaydi bu orolda. Kimsasiz orol. Hammasi 5 yulduzli mehmonxona. Shu mehmonxonani tashab chiqib ketgan odamlar. O, narada ham bitta orol. Ajoyib. Bu yerga kirish o'zi mumkin emas. Kirsalaring otilasizlar deb yozib qo'yibdi. Narigi eshigiga biz boshqa eshik emas u, teshigidan kirdik xullas. Shunaqa gaplar.